sha'nini to'kishga harakat qiladi. Kim bo'lma aktrisaman-ku, xalq taniydi-ku meni. Mani hozir yerlarga ursa, u osmonlarga chiqaman deb o'ylaydi-da. Oxiri kecha onasi telefon qilgandan keyin o'zi onasi bilan gaplashib oldim-da. Mayli dedim. Men ham gapiraman dedim. Nima qilishim kerak? Indamay o'tirmayman-ku dedim. Onasi ham xafa qoladi. Qiladigan ishlarida. Maza joydami-da. Syomka yo'qmi yo'q? Kelinglar, sof temasini yopamiz. Hammasi yaxshi. Prosta bir bo'lib qoldim, ko'rdim, bugun o'tirib videoni o'shaning uchun. Sof temasini yopamiz. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Kecha to'ydaligim uchun uncha narsalarni eshita olmagandim. Bugun dilim og'rib qoldi. Mayli, insofni bersin. Boshimga kelgan muammolar, sinovlar o'tadi, ketadi-da. Vaqtinchalik. Nomeringiz nimaga ishlayapti aka? Qaysi nomerimga qoldi? 90ligami, 77ligami? Boshimdagi muammolarim bor, to'g'ri. Bu sinov, Alloh tomonidan berilgan sinov. Sekin-sekin o'tadi, ketadi hammasi. Lekin mana shu sinov orqali juda ko'p insonlarni saralab olyapman-da. Men bundan juda xursandman. Hammani asl yuzlari, basharalari ochilib ketyapti. Keyin aytgancha yosh qizchalar, hozirgi yosh qizchalarga, bu hammasiga emas. Shu narsani bildimki, ishonch yo'q ekan ularga ham. Likir ekan. Mayli. Charchamanglar, sizlarni yaxshi ko'raman. Sog'lik, salomatlik. Kim nima desa desin, Azamatga hozir yozaman. Kim nima desa desin, menga farqi yo'q. Bitta narsani unutmanglar, it huradi, karvon o'taveradi. Kemaga yo'lga chiqqandik, kemadan tushib qoldi, o'zi bilgan yo'llarda tushib qoldi va meni kemam davom etadi. Unaqa past, nomard insonlar meni hayotimda bo'lishi kerak emas. Mayli, men hech narsa demayman. Alloh bor, Alloh kifoya qilsin. Kecha shu gapni oyisiga ham aytdim. Alloh kifoya qilsin dedim. Xayr, sog' bo'linglar, sizlarni juda yaxshi ko'raman. Mani tarafimga otgan barchaga rahmat.